qo'zichoqlarni ortib olibdi. Mashinamiz zakazda yuribdi. Mana shu ko'rib turgan Gazel mashinamiz sotilyapti. Egalari bozordan arzon narxiga bo'lsa ham beraman deyapti. Gazel biznes 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Motorlari aka qanaqa dedingiz? Ularning korobkasi zil korobka qo'yilgan. Antipressda daboshli radiatorlar qo'yilgan. Bort buni borti bor. Salon qismini ham ko'rsataman. Yili yaxshi ekan akalar. 2017-yilda ishlab chiqarilgan deyapti. Qancha yuk oladi aka? Yuk olishi 3 tonna yuk oladi. 3 tonna yuk oladi. 3 tonna yuk olar ekan. Resorlar hammasi taxlangan. Resor taxlangan deyapti. Balon holatlari ham yaxshi. Keyin yana bitta tomoni metani bor, lekin propanga ham ustunovka qilsa bo'lar ekan. Ustunovka qilingan, propanga ham ustunovka qilingan deyapti. Holati yaxshi. Mana orqadan ko'rinishi, Stabilizatorlari bor. Stabilizator bor deyapti. Umuman muammosi yo'q, ha? Yurish turishida muammo yo'q. Zarillikka sotyapti. Umuman muammosi yo'q deyapti. Pul zarillikka beraman, arzoniga bo'lsa ham deyapti. Mashinamiz narxini egasi 140 million so'm aytibdi. Savdolashadigan, narxini tushiradigan joylari bor. Pastda telefon raqamlarini qoldirib ketamiz.